Sobit degan solih yigit tahorat olayotganida ariqda bir qizil olma oqib keladi. Olmani olib yarmini yeydi va shu payt xayolidan egasining roziligini olmasdan nega yedim degan adolatli fikr kechadi. Shu niyatda olma oqib chiqqan boqqa kiradi va bog'bonga bo'lib o'tgan voqeani bayon qiladi. Olmamizni ijozatsiz yeganingning jazosi shuki, deydi bog'bon uning diyonatli odam ekanini bilib. Tili, ko'zi, oyoq qo'li yo'q bir qizimiz bor. Shuni nikohingga olasan. Sobit noiloj rozi bo'ladi. To'ydan keyin go'shangaga kirib ko'rsaki, kelin bo'lmishning husnu malohatda tengi yo'q. Qochib hovliga chiqadi. Bu menga va'da qilingan qiz emas-ku. Nega endi? Izoh beradi qizning otasi. Bu o'sha qiz. Tili yo'q deganim fosiq so'zni aytmaydi. Ko'zi yo'qligi, Qur'ondan o'zgaga boqmagan. Oyoq qo'li yo'qligi, yomon ishga yurmagan. Bu baxtli nikohdan o'g'il dunyoga keladi. Otini No'mon qo'yadilar. U 6 yoshida podshoh hayotiga oid bir masalani hal qilib, Imomi A'zam unvonini oladi. Shunda onasi deydi: "Mening o'g'lim aslida 3 yoshida Imomi A'zam bo'lardi, lekin so'ramay yeyilgan o'sha yarimta olma haqqi u 6 yoshga cho'zildi."